Diqqat! O'zbekistonda pensiyaga 10 yil ertaroq chiqish mumkin. Ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotni bilib oling. Videoda barchasini tushuntiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, endi ayrim fuqarolar pensiyaga 10 yil oldin chiqish huquqiga ega. Pensiya jamg'armasi ma'lum qilishicha, yer osti ishlarida o'ta zararli va o'ta og'ir mehnat sharoitida ishlagan fuqarolar hamda ayrim ijodiy soha vakillari muddatdan oldin pensiyaga chiqishi mumkin. Bunday erkaklar kamida 20 yil ish staji, shundan 10 yili imtiyozli ishlarda ishlagan bo'lishi kerak. Ayollar 15 yil ish staji, shundan 7 yil u 6 oy imtiyozli ishlarda bo'lishi kerak. Shundagina 10 yil oldin pensiyaga chiqish huquqi beriladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga obuna bo'lib, videorolikni hoziroq yaqinlaringizga ulashib, ularni ogohlantirib qo'ying.